boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bu borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharafullet albatta. faxriy mehmon Murodbek Kattajonovda ham o'zi aslida kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparing jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvilining yaxshigina uchirgandi. Faqat Merab Aljamin Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alabasi submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyat ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Murodbek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi. Otajonov hali ham shu o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Ajoyib zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Otajonov Oktagon markazida jang davom etyapti hozircha. O'rdingizni o'ylabdi, mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Murodbekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizza zarbasi ham o'tdi Otajonovning. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti. Ibrohim Halilov. Ilk zarbasi. Murodbekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Berkot zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Otajonovda. Footwork. Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedownni amalga oshirish uchun. Elxan Ibrohim Halilov zarbalar almashinuvida Otajonov anchagina ustun ko'rsatdi. Aniq o'tkazyapti zarbalarini. Bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Otajonov. O'zi Stropni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tizza zarbasi. Ortga chekinmoqda Ibrohim Halilov. High kick. Qo'lini qo'ya oldi. Berkot. Qo'l zarbasini o'tkazib boryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Otajonov. Raund boshidan buyon. O'tkazib oldi Ibrohim Halilov ham. Oldiga qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba. 10 soniya qolyapti. Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga
Raund boshlandi do'stlar. Eslatib o'tamiz, o'ta yengil vazn toifasi 61,2 kg. Hamyurtimiz Suxurobbek Atajonov Dog'istonlik Elxan Ibram Xalilovga qarshi jang qilmoqda. Birinchi raund ajoyib tarzda o'tdi. Hamyurtimiz ustunligida albatta. Aniq zarbalar soni ko'p bo'ldi. Rang-barang harakatlar. Asta-sekin, mana tuta oldi Ibram Xalilov ham. Lekin u qadar kuchli emas zarbasi. Asosan Tanaga seriyalarni ijro etyapti. Ko'ryapmiz. Asosan stoykadagi jangni ko'ryapmiz va qiziq bo'lyapti bu jang juda ham. Doston vakili albatta kurashga harakat qilyapti, lekin uddalay olmayapti. Jeb zarbasi yaxshi. O'tyapti ushbu zarba. Jeb o'tyapti Atajonovda. High kick. Yana oldin qo'l aniq. Yaxshi kutib oldi. O'zini chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parterga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat Ibram Xalilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibram Xalilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa to'xta edi. Atajonov Suxurobbek chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar, muddatidan oldin. Qoyil. Birgina vaziyat yaraldi va mana shu vaziyatdan unumli foydalanib ketyapti Suxurobbek Atajonov. Bu albatta professionallarga xos ish. Ibram Xalilov lavha. juda kuchli zarba o'tkazganidan so'ng ham taslim bo'lgisi kelmadi, lekin o'sha tizza zarbasi baribir uni mana shu yerda mavzunatdan chiqqan ekan o'zi. Mana e'tibor bering, taslim bo'lgisi kelmadi. Lekin Leyni uni taslim etdi. Nuqta qo'ydi jangga. Raqibga minnatdorchilik bildiryapti. Suxurobbek qarsak chalib qo'yapti albatta bunday matonatli jangchilarga arzishadi.